aniqroq o'qiylik. Bizga murojaatlar bo'lsa, shu tadbirkorlar bilan 112 sonli qaror bo'yicha kredit chiqaryapmiz. O'zi 5 yil muddatga 2 yil imtiyozlar bilan erkaklar 21%, rahbar erkak kishi bo'lsa 21%, ayol kishi bo'lsa 19%. Katta MCJlar, oilaviy korxonalarga ochilgandan 1 yil bo'lgan bo'lsa, sonraqani nima bo'lsa, shundan kredit beramiz. Hozirgi kunda mahalla loyihasi biznesga ko'mak doirasida kredit beramiz. Ular ham faqat o'zimizga bekilgan material kelsa, sizlarga taklif qila olishimiz shu 112 sonli qaror bilan PX60. Ya'ni PX60 18 yoshdan 30 yoshgacha to'lgan fuqarolarga berilgan yoshlarga kredit beriladi hozirda. Har qanday murojaatlar bo'lsa, buni olishi nima kerak bo'ladi? 60 milliongacha beriladi deyapsiz, shuncha bo'yicha 60 sonli qaror bilan 100 million so'mgacha kompaniya kafilligi bilan. Hech qanday masalan, oluvchi yosh hech qanday sug'urta kompaniyaning kafilligi bilan. Ya'ni o'zimiz kafilligi bilan hammasini o'zimiz to'lab beramiz. Faqat kredit taraflar toza bo'lishi birinchi o'rinda, shu 18 yoshdan 30 yoshgacha yoshimizni kredit taraflar toza bo'lib, bironta ishlab chiqarish joyi bo'lishi kerak. Aniq bo'lib turgan hozirda. Uyda biz ishlab chiqarish bor, takrorlaymiz. Keyin so'rayman-da endi. Ishlab chiqarish bor, ayollar chevarni sotganlar. Ikkita mashina bor, hozir tikyaptilar. Ayolim bilan yana hozir xudo xolasa ko'paytirishni niyat bor. Go'mi bormi? Yatiti va qanday bir yatiti ishtimol bo'lmagan. Yatitimiz yo'q. Yatiti yana o'sha yatiti o'sha nafa ochilgan. O'zingiz siz 30 yil xudo xolasa. 18 yoshdan 30 yoshgacha ayolingiz. Ayolim 25 ga borib qolgan, 24 ga. Shu ayolingiz bormi, o'zingiz bormi? Bo'ladi. Bir uchlayman aka, agar borsiz kechada o'tiramiz.